Hurmatli fuqarolar, avval xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 12-apreldagi 224-sonli qaroriga muvofiq joriy yilning 1-oktyabridan boshlab foydalanishda bo'lgan dvigatelning ish hajmi 25 sm3 va undan ortiq, lekin 50 sm3dan oshmaydigan, shuningdek, elektr dvigatelning quvvati 0,25 kW va undan ortiq, biroq 4 kW dan oshmaydigan, konstruktiv tezligi soatiga 25 km va undan ortiq, lekin 25 km dan oshmaydigan barcha moped va skuterlar faqat davlat raqam belgilari va A toifadagi haydovchilik guvohnomasi bilan boshqarilishi shart. Aks holda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasiga asosan ma'muriy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Shuningdek, amaldagi yo'l harakati qoidalariga ko'ra moped va skuterlarni 16 yoshdan boshqarishga ruxsat etiladi. Hurmatli ota-onalar, 16 yoshga to'lmagan farzandingizni moped